Stokgolmdagi ushbu sakura bog'ini har yili suratga, videolarga olib sizlarga ko'rsatish deyarli mani 7 yillik traditsiyamga aylangan. Mana bugun ham sizlarga aynan bu bog'ni ko'rsatib, bu bog'ning tarixini gapirib bermoqchiman. Bundan avval bu buvijon nabiralari bilan men suratga olib qo'yishimni istadilar. Ularni suratga olib qo'yib, keyin aytib beraman. Xullas, ushbu bog'ni mana shu go'zallikni bugun biz ko'rmasligimiz mumkin edi va shuncha butun dunyodan kelgan insonlar bugun bu daraxtlarni, bu go'zallikdan bahra ola olmasligi mumkin edi. Sababi bir necha yillar avval bu joyga katta binolar qurishmoqchi bo'lishgan va bu daraxtlarni hammasini kesib tashlamoqchi bo'lishgan. O'shanda shvedlar bu daraxtni kesmasligi uchun namoyishlar qilishgan. Judayam ko'p namoyishlar qilganda, lekin ularni eshitmagan, odamlarni eshitmasdan baribir kesib tashlaymiz deyishganida, keyin shvedlar bilasizlar nima qilgan? Sakuralarni ustiga chiqib, tuni bilan uxlashgan. Tuni bilan uxlashgan, kunduzlar shu yerda ovqatlangan, daraxti ustidan tushmagan pastga. Haftalab daraxti ustiga chiqib olib, qancha shved insonlar mana shu daraxtlarni himoya qilgan. Sakuralarning tarixi haqida meni o'qituvchim gapirib berganida juda ham ta'sirlanib ketdim va shvedlar bilan yana bir bor faxrlandim. Shvetsiya tabiatni saqlab qolish haqida juda ko'p qayg'uradi. Masalan, o'rmonlarni saqlab qolish, imkon qadar qurilishni kamaytirib, o'rmonlarni ko'paytirish, masalan, plast paketlarni emas, qog'oz paketlarni ishlatish, plast idishlardan emas, qog'oz idishlardan foydalanish va bundan tashqari Shvetsiyada juda ham katta bir axlatni qayta ishlab chiqaradigan zavodlar bor. Shvetsiya boshqa davlatlardan axlatlarni sotib oladi va buni qayta ishlab chiqaradi. Narsalar ishlab chiqaradi va bu ekologiya uchun juda ham foydali. Bundan tashqari Shvetsiya nafaqat tabiatni asrab-avaylash, tabiatni himoya qilish haqida o'ylaydi, balki hayvonlarni ham himoya qilish, bolalarni himoya qilish haqida juda ko'p qayg'uradi. Bunga misol meni o'zim shaxsiy hayotimdan Maryamxon chaqaloqligida uni bitta o'zini vertolyotda qanaqa reanimatsiyaga yetkazib berishganini o'z ko'zinglar bilan ko'rgansizlar va bu ham insonlarning hayotini saqlab qolishdagi Shvetsiyani juda ham katta o'rnini bildiradi. Bugungi istoriyam sizlarga yoqdi deb o'ylayman va qiziqarli deb baholasanglar, izohlarda buni bildiringlar. Va nima deb o'ylaysizlar? Biz o'zbeklar ham O'zbekistondagi daraxtlarni kesib tashlamasliklari uchun daraxtning ustiga chiqib olib yotsak, yordam beradimi? Daraxtlarni kesisha olmaydimi shunda?